Assalomu alaykum hammaga. Bugun ko'rib chiqadigan sayt nomi eauksion.uz sayti hisoblanadi. Biz birinchi o'rinda bu saytdan ro'yxatdan o'tib oldik, ya'ni Vonaydi tizim orqali biz eauksion.uz saytidan ro'yxatdan o'tib oldik. Xo'p, endi sayt haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsak, asosiy sahifaga qaytib olamiz. Bu saytni asosiy oynasi hisoblanadi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin turli xil ma'lumotlar. Biz 8 ta bo'lim orqali bu saytni tushunib olishimiz yoki turli xil ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin ekan. Biz ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. Auksionda qanday ishtirok etilishi mumkin. Xo'p, auksion elektron savdo platformasiga ro'yxatdan o'tish va hisobni to'ldirish orqali biz saytdan foydalana olar ekanmiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, biz davlat aktivlari, davlat mulkini ijaraga berish. Biz umumiy ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsak, bu sayt orqali biz davlat aktivlari yoki davlat mulkini ijaraga olish yoki ijaraga berishimiz mumkin, ya'ni o'zimizning mulkimiz bo'lsa. Davlat aktivlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Ustiga bosadigan bo'lsak, davlat ulushi tanlov, yuridik davlat aktivlari, davlat obyektlari. Davlat obyektlariga bosadigan bo'lsak, bo'sh turgan 9-sonli savdo 1/3-blok do'kon binosi. Hop, bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, zaklad puli 10% ekan. Ariza qabul qilish muddatlari keltirilgan, turli xil bo'sh turgan yoki ijaraga beriladigan joylar hisoblanadi. Bu yerda savdo haqida to'xtaladigan bo'lsak, auksion faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar, savdo o'tkazish qoidalari hammasi keltirib o'tilgan. Bu sayt olganda elektron tarzda hammasi amalga oshiriladi, ya'ni biz ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. Lot raqamlari orqali joylar topishimiz mumkin. Viloyat yoki tumanlarni kiritgan holda biz auksionda qatnashayotgan yoki qo'yilgan joylarni biz ko'rishimiz mumkin. Endi interaktiv xizmatlarga to'xtalib o'tib ketadigan bo'lsak, bayonnomalarni tekshirish, ijara shartnomalarini tekshirish, parollarni olish, ya'ni elektron raqamli imzo kalit parollarni olishimiz mumkin. Bu saytda yangiliklar bo'limida turli xil olib borilayotgan yangiliklar yuritib borilar ekan, e'lonlar, ya'ni umuman olganda sayt haqidagi yangiliklar kiritib borilar ekan. Kal markazlarga ko'zimiz tushishi mumkin. Lokatsiyalar joylashtirilgan yoki qisqa raqam orqali bog'lanishimiz yoki murojaat qilishimiz. Bu saytni biz ko'rishimiz mumkin. Turli tarmoqlarda o'zini profillari mavjud ekan, ya'ni Telegram, Facebook, Twitter yoki Instagram, turli xil tarmoqlarda ham o'z ishlarini olib borar ekan. Xo'p, vaqtimiz kam bo'lganligi uchun qisqacha ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qildik, ya'ni biz hammasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda avtotransportlar ko'rib o'tamiz. Yangi lotlar ekan bular. Batafsil mashinaga to'xtalib o'tib ketadigan bo'lsak, Kia Gadenza mashinasi ekan. Xo'p, oxirgi muddat, ya'ni arizalar qabul qilish oxirgi muddati, savdo boshlanish vaqti hammasi keltirib o'tilgan. Biz ko'rishimiz mumkin, 2 kun 10 soatdan keyin bu arizalar qabul qilinishi yakunlanadi. Birinchi qadam bahosi biz ko'rib o'tib ketishimiz mumkin, 20 million so'mni tashkil etar ekan. Bu birinchi qadam hisoblanadi. Ya'ni zaklad pullari keltirilgan, oshib borish usulida bu avtomashina sotilar ekan. Rasmlarni ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda ham vaqtni ham umuman olganda o'zimizning imkoniyatlarimizdan keng foydalangan holda bu sayt haqida ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Qisqacha ma'lumotlarni berib o'tdim degan umiddaman. Keyingi mavzuga ham vaqt qolishi kerak.